Şu görüp duran Damas avtomobilinizni do'stlar 40 million so'm narx aytibmiz, ustida garaj barabaramiz do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli Chavot Avto kanali obunachilar. Do'stlar, bugun 14-mart reklamamiz Damas bo'ladi. 13-yilning oxirida ishlab chiqargan Damas, kraskalari 100% radnoy, bir ham kraskasi yo'q. Chexoli, polaki, metan gazi, 4 tane baloni zo'r holatda turibdi do'stlar. Garajni haydab ko'rib aytaverasizlar. Xohlasangiz через bank ham aytib chiqarib beramiz do'stlar. 15 million so'm bilan kelsangizlar, через bank aytib chiqarib beraveramiz. Xullas, tayyor avtomobil. Xohlasangiz general, xohlasangiz nominalni avtomobil qilib beramiz. Hozir videoning davomida mashinani ko'rib o'tasizlar, like bosib, videoni yaqin Damas zabigan danışsanızlar tashlab qo'yasizlar. Ko'rsangiz, Damas avtomobili zo'r holatda, 4 tane balonlari zo'r, metan gazlari bor, chexol poliklari bor. Ko'rishingiz mumkin. 105 ming kilometr yurgan mashinamiz bo'lsa kir holatda turibdi. Sizlarga mo'ykada chiroylatib, kimsiya qilib qo'yamiz buni. Tayyor avtomobil. Olasizlar, faqat haydaysizlar. 1 gram aybi yo'q. Ko'rishingiz mumkin, holati zo'r holatda turibdi. Metan gazlar ham mayna. Kraskalar rodnoy bo'lsa, birdamchi kraskasi yo'q. Bemalol deb ustamizga ikkala tekshirib olishingiz mumkin. Like bosamiz, videoni Damas zabiganlarga yuborib qo'yamiz. 15 million so'm bilan kelsangizlar, qolganini через bank ham chiqarib beraveramiz. Radnoy 105 ming kilometr yurgan Damas avtomobili.